Assalomu alaykum aziz obunachilar. İşler bilan charchamasdan tuzimsizlar. Bir video ko'rayotganda qarab tomosha qilib o'tkazib yubormasdan bunday like'lardan urib qo'yinglar, bunday tas sakizib. Hozir sizlar uchun burunlar cho'chalarni ko'rsataman. Xaridor bo'lsa, bemalol telefon qilib oladiganlar bo'lsa, gaplashaverasizlar. Hozir sizlarga ko'rsataman videoni. Burunlar cho'chalarni tomosha qilasizlar. Mana burunlar cho'chalar. Necha oylik bo'ldi hozir? 30 kunlik, 1 oylik bo'libdi mana. Mana hammasi yotibdi mana cho'chalar mana. Kimga yegani go'sht kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana biqillayapti, biqillab. Semar. Ana semiz, bomba, yumshoq odamlarga o'xshaydi mana. Biqillayapti. Mana yem berilyapti. Buni ham baqish oson emas. Malades. Mashinchalik go'sht yetishtirib bergan fermerlarga malades. Hazlagam chiqim qilmaydi bular. Mashincha cho'jani baqisham. Hozir mana boshqa tomon xonasida ham bor. Hozircha ko'rsatib beraman uni ham. Mana bu yer jinda salqinali qorong'iroq ekan. Iloji boricha mana o'rishga harakat qilamiz, yaxshi qilib. Mana yotishibdi, muzdek ekan mana xonalari ham.